Rio 2016. Sportchilarimizning Olimpiada va Paralimpiya o'yinlaridagi ishtiroki tarixga muhrlanishi aniq. Ular erishgan g'alabalar davlatimiz tomonidan sportga qaratilayotgan e'tibor bekorga emasligini isbotladi. Umumiy hisobda esa Braziliyadagi ilk medalni hamyurtimiz Diyorbek O'razboyev qo'lga kiritdi. O'zbekiston delegatsiyasi bilan birga 70 ta sportchi ketgan bo'lsa, 70 ta sportchidan birinchi dzyudo sportida 60 kg vazn boshlab beradi musobaqani. Hamma sportdan oldi. Bu ham bir katta hayajon sportchi uchun. Nima desa, men o'ylashim bo'yicha shu 70 ta sportchi men medalsiz qolsam, ularning ruhiyatiga ta'sir qiladi deb o'ylaganman. Bu ham katta hayajon bilan shu gilamga chiqqanman. Mana shu narsalarni o'ylab, xalqim o'ylab, ota-onam hammasi duo qilib kutib o'tirishibdi deb gilamga chiqib birinchi kuni bronza medalni oldim. Hozirgi kunda qahramonimiz keyingi musobaqalarga tayyorlanish bilan bir qatorda yosh sportchilarga murabbiylik ham qiladi. Dzyudo kurashi bilan 10 yildan beri shug'ullanaman. Bu kurashda Diyorbek akamni havas qilaman. Diyorbek akam bilan bitta zalda trenovka jarayonlarini birga trenovka qilib, mashg'ulotni olib borardik birga. O'zimiz ishlardik. Diyorbek akamiz Rio de Janeyroda bo'lgan Olimpiada o'yinlarida bronza medalga erishdi. Bundan juda ham xursand bo'ldik. Butun O'zbekiston hayajon bilan kuzatgan kurash paytida Diyorbekning o'zi nimalarni his qilgan? Shohsupaga chiqqan payti birinchi prezidentimiz Samarqand Ishkarimovning gaplari, biz hech kimdan kam emasmiz, kam bo'lmaymiz degan gaplari. Shu O'zbekiston xalqimiz oldiga yorug' yuz bilan qaytishim, o'zim shu narsalarni o'ylab, o'zim ham juda xursand bo'lganman. 22 yoshiga kelib, yurtimiz bayrog'i xalqaro musobaqalarda bir necha marotaba ko'tarilishiga sababchi bo'lgan tengdoshimiz bundan keyin ham vatanimiz sharafini munosib himoya qilishiga ishonamiz. Axir biz hech kimdan kam emasmiz, kam bo'lmaymiz degan qadrli so'zlar barchamiz uchun allaqachon shiorga aylanib ulgurgan.